Banda narxiga yarasha uchastka so'rovmi deylar, sal kam yer hisobida bitta imorat gaplashib qo'yganmiz. Faqat bitta shart, homilador ayolni ko'rishi tavsiya etilmaydi. Okamlarga janjal qilmaslik sharti bilan ko'rsataman. Ko'rib o'zingizlar bitta baho beringlar. Bu xonadonimizda hozirgi zamon talabiga moslab turib hamma shart-sharoitlari qilingan. Nafaqat ayollarimizga, yosh kattalarga ham yoqadi. Qo'lini qaranglar, zeloniy zonasini, umumiy maydoni 11 sotiq, kadastrda 8 sotiq, ozgina etek qismimizda zaxmat joylari bor ekan. Bundan tashqari dekoratsiya fontanchiklarigacha qilib qo'yilgan, mebel texnikalarigacha gaplashib qo'yganmiz. Bu xonadonimizga pul umuman ayalmagan, haqiqiy o'zbekona stilda qurilgan. Undan tashqari 8 ta tayyor xona, 4 ta sanuzel, undan tashqari letniy, zimniy, basseyn va kuxnelarga ega. Odamlar uchun ham maxsus xonalarimiz bor. Bu yerda sauna, basseyn, undan tashqari dushlargacha qilib qo'yilgan. Ulfatlamlar hech qanaqa dachaga bormasdan turib shu uchastkani o'zida maza qilib dam olsanglar bo'ladi. Xonadonimizni olsanglar, yer solig'i va elektrga umuman pul to'lamaysizlar. Elektrni o'ziga davlatda o'zi pul ajratib beradi. Sababi 28 ta quyosh paneli, 24 ta batareykalargacha o'rnatib qo'yishgan. Podval qismimizda ayollarimiz uchun alohida xona qilib qo'yishgan ekan. To'g'risini aytsam, juda katta razmerlarda zo'r yechim qilib qo'yishibdi. Hamma kiyim-kechaklarni, pardoyizliklarni shu yerda qilsanglar bo'ladi. Sizlar tushunishingiz uchun xuddi shu shkafimizdan 20 ta bor. Turgan manzilimiz ham shahardan unchalik uzoqda emas. Hasanboy postiga yetmasdan eski Avliyo posti desa hamma bilarkan, postdan atga 2 kilometr kirganda. Shu radiusda quruq yerlarning narxi 25 minggacha sotilmoqda deb aytishdi. Shunchaki yeriga pul to'lov qilsanglar, imorat bonusga o'tib ketyapti. 11 sotiqqa 25 ming ko'paytirib olinglar. Video opsiyasida egalar nomerini qoldiraman. Bu imoratni tepasiga kelib, o'zingizlar amin bo'lib, egalardan to'g'ri barakasini qilsanglar bo'ladi. Bunaqa variantni o'tkazib olmaslik uchun sababchi bolalarning sahifasiga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.